Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan pomidor usulini ko'rib chiqamiz. Pomidor usulini men juda ham ko'p targ'ib qilaman. Pomidor usuli dunyodagi eng kuchli usullardan biri. Pomidor diqqatni rivojlantirishga, diqqatni ushlab qolishga, samaradorlik uchun, dangasani yengish uchun ishlatsa bo'ladi. Juda ham ko'p keng ko'lamda ishlatiladi. Nima uchun nomi pomidor? Men o'sha kichkina qisqa qilib tarixini aytib beraman. Nima uchun bu usul nomi pomidorligi? Ko'pchilikka bu narsa qiziq bo'lishi mumkin. Pomidor deyiladi, pomidorligicha qabul qilinadi, lekin nima uchunligini bilmaydi. O'zi javob slaydda turibdi. Mana bu insonning ismi Francesco Cirillo. Bu odam 1980-yilda student bo'lib yurgan paytda aynan o'ziga o'sha dangasaligini yengish uchun, samarali ishlash uchun usul qidirib yurgan va o'sha usulni u taymer orqali o'zini vaqtini bloklashga o'tgan, ya'ni taymer qo'ygan va shu taymer ichida ishlashni o'rgangan. Va bu usulning nomini pomidor qo'ygan. Nima uchun? Mana ko'ryapsizlar, pomidor shaklidagi taymer. Ya'ni pomidor shaklidagi taymer burab qilinadigan taymeri bo'lgan uyda va u ortiqcha o'ylamaganda pomidor usuli, pomidor texnik deb qo'ygan. Shu bilan qolib ketdi, shu bilan pomidorligicha qolib ketdi. Hozirgi kunda taymerlarning turli xili bor. Men hozir pomidor usulini o'rgatishdan oldin sizlarga tushuntiraman bir nechta taymer ishlatish jarayonlarini. Mana birinchi taymer bu o'sha любой smartfonda bor taymer. Faqatgina smartfondagi taymer bitta nosi bor. Pomidor ishlatganingizda, taymer yoqqaningizda ekran o'chmasligi kerak. Ya'ni misol uchun men pomidor ishlatmoqchi bo'lib, pomidor texnikasini ishlatmoqchi bo'lib, taymer yoqib qo'ysam, men uni qo'yganimdan keyin bu o'chmasligi kerak men ishlash jarayonimda. Ya'ni ekranni o'chmaydigan qilib nastroyka qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, mana bunaqa taymer sotib olsangiz bo'ladi. Mana men o'zimning pomidorim bu, mana orqalari to'kilib yotibdi. Ishlatilgan pomidor bu. Ishlatilgan taymer bu. Mana hozir yoqaman. Va men buni odatda o'zim uchun uyda ishlataman. Hozir ko'rsatib beraman. Qarab turinglar. Pomidor usuli nima o'zi? Pomidor usuli bu vaqtni iteratsiyaligi, ya'ni vaqtni sprintlarga, ya'ni bo'lib chiqish va o'sha sprintlar ichida muayyan bir vaqt ichida maksimal ravishda tez ishlash. Nima qilishingiz kerak? Birinchi o'rinda topshiriq qo'yasiz. Misol uchun, men topshirig'im deylik, aytaylik, mana ingliz tili bilan shug'ullanasiz. Misol uchun, mana aytaylik, men ingliz tili bilan shug'ullanmoqchiman, qo'ydim. Men ingliz tilini aytaylik so'z yodlamoqchiman. Keyinchalik sizlarni shu xorijiy so'zlarni eslab qolishga o'rgatganimda ham super miyada pomidor usuli aynan sizlarga juda ham asqotadi. Pomidorlar bilan ishlasanglar bo'ladi. Pomidorlar bilan xorijiy so'zlarni eslab qolsanglar bo'ladi, chunki u yerda hajm kichkina bo'lmaydi. 3000 ta 4000 ta so'z eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Juda katta hajm emas o'zi aslida olganda. Professional nemaniston bir necha kunning ishi. Lekin pomidorlar sizni shu produktivitingizni, ya'ni sizni samaradorligingizni ancha oshirib beradi. Undan tashqari tilni o'rganish jarayonida ham, nimadir o'qish jarayonida ham, umuman olganda IT bilan shug'ullanasizmi, boshqa narsa pomidorlarni ishlatsanglar bo'ladi, pomidor texnikasi. Ya'ni topshiriq qo'yasiz. Misol uchun, men topshiriq qo'ydim oldimga, mana shu hujjatni tayyorlash. Men o'tirib kompyuterda ishlashim kerak deylik. Yoki bir nechta misol keltirib beraman. Birinchi misol topshiriqqa aytaylik, men bankda ishlayman, men qanaqadir hujjatni Excelda tayyorlashim kerak edi. Bo'ldi, men Excelga qo'ydim, hujjatlarni qo'ydim. Men hozir ishlashim kerak kompyuterda. Yoki aytaylik, men ingliz tili bilan shug'ullanmoqchiman. Men qo'ydim, men 1 2 3 ta unitni va bir nechta so'z yodlashim kerak. Men bularni tayyorlab qo'ydim. Men topshiriqni qo'ydim. Ikkinchi qadamda men taymerni 25 daqiqaga qo'yaman. Ahamiyat bersanglar, mana men bitta уже 25 daqiqa tayyor turibdi. Taymer qo'yaman. Bitta bosganimdan keyin taymer ishga tushadi. Mana. Taymer ishga tushdi. Men buni qo'yib qo'yaman, mana oldimga. Bu taymer o'chmaydi. Bu yana bir marta, bu meni o'zimning taymerim. Men bu taymer ishlatib yuraman. Telefonda ishlatsanglar ham bo'ladi. Va taymer 25 daqiqaga qo'yilib ishga tushgandan keyin men ishlashni boshlayman. Men boshlayman. Tak deyman, hujjatlarni tayyorlashni boshlayman yoki ingliz tili bilan shug'ullanishni boshlayman. Ora-orada men shug'ullanish jarayonimda taymerni mana bitta narsa borda, psixologik oson bo'lishi kerak sizlarga. Vaqt ketayotganini ko'rishingiz kerak. Vaqtni ko'rib turmasangiz umuman bo'lmaydi. Yana bir marta. Telefoningizda taymer qo'ysanglar ham, smartfoningizda. Menga o'xshab bunaqa taymer sotib olib, bunaqa taymer qo'ysanglar ham farqi yo'q. Taymer ekrani o'chmasligi kerak. Mana o'chmaydi ekran. Mana shunday turaveradi, o'chmaydi. Men ishlayman. Bunga qarab qancha vaqt qolganini ko'rsam bo'ladi. Ishlayman, qarasam 15 minut, 5 minut, 1 minut tugadi. Va hokazo. Ya'ni bu psixologik oson bo'ladi. 25 minut tugamaguncha maksimal tezlikda ishlash kerak.
tezda ishlash kerak. Sekin ishlash kerak emas. Yana bir marta. Tez. Ya'ni shoshilib ishlash kerak demayapman. Shoshilib ishlash bilan tez ishlashning nima farqi bor? Tez ishlash bu sifatni tushirmasdan imkon qadar tezroq qilish. Shoshilib ishlash bu sifatga ta'sir qilish. Shuning uchun shoshilmasanglar ham tezda ishlashni o'rganinglar. Shoshilmasdan tezda ishlash. Tez sifatga maksimal urg'u berib, ham sifat, ham tezlikni ushlab qolgan holatda tezroq vazifalarni qilish kerak, tezroq yodlash kerak. Tim bo'lib biz o'sha 4-moduldan уже xorijiy so'zlarni eslab qolishni o'rganganimizda supermiyani o'zida o'shanda maksimal ravishda tezlikka urg'u berishingiz kerak bo'ladi. Ungacha pomidorlar bilan har kuni dars qilib tursanglar hozir supermiyani o'zi boshlanguncha sizlar ancha-muncha narsaga o'rganib olasizlar. Ancha-muncha pomidor usuli bilan o'zingizlarni trenirovka qilib olasizlar va miyanglar mana shunaqa short time, ya'ni shu 25 minut, 15 minut ichida tezda natija berishga o'rganib oladi. Tez ishlaysiz. Ya'ni topshiriq qo'ydingiz, oldingizga timer 25 daqiqaga yoqdingiz, mana yoqdim, qo'ydim va ishni boshladim. Timer tugagandan so'ng men nima qilaman? Men timerni 5 daqiqaga qo'yaman. Timer tugadi. Bo'ldi. Timer 5 daqiqaga qo'ydim mana. Va men dam olaman. Men qo'yib qo'yaman yo dam olaman. Misol uchun aylanib turib ozgina kelishi mumkin. Sal qon yuradi, miyaga qon keladi, ozgina nafas olasiz, oynani ochishingiz mumkin, kislorod bilan xonani boyintirishingiz mumkin. Farqi yo'q. Qanaqadir dam. Qisqa qilib aytganda, timer tugaguncha siz 5 daqiqa, timer tugagandan keyin aniqroq siz 5 daqiqa dam olasiz. Undan keyin yana boshlaysiz va bu narsani 4 marta takrorlaysiz. Bu narsani pomidor davri deydi. Nimaga pomidor usuli zo'r ishlaydi va nimaga bitta ish beradi? Sababi juda oddiy. Dangasalik bu odatda bizning qo'rquvlarimiz. Misol uchun 3 soat ingliz tili bilan shug'ullanish juda ham qiyin. Lekin 25 minut shug'ullanish qiyin emas. 25 minut shug'ullanaman, 5 minut dam. 25 minut shug'ullanaman, 5 minut dam. 25 minut shug'ullanaman, 5 minut dam. Va hokazo. Ya'ni energiyani примерно bir xil ushlab turib, ko'rgan bo'lsanglar, shu YouTube kanalida ham 12 soat, 14 soat dars qiladigan bolalar bor. Efir yoqib qo'yadi, translyatsiya uzmasdan 12 soat, 14 soat to'xtamasdan ingliz tili bilan shug'ullanadi. Tasavvur qilyapsizlarmi? 12 soat. O'shalar hammasi pomidor usuli bilan ishlaydi. Iteratsiyalar bilan ishlaydi. 25 minut, 5 minut, 25 minut, 5 minut. Keyin 6-qadamda katta tanaffus qilasiz. Ya'ni har 4 ta pomidordan keyin 1 soatga uzilish qilasiz. Borgan sari shu narsaga keladi, borgan sari deganda bir necha yil o'tadi demayapman. 1 oydan keyin siz 25 daqiqa ichida 1 soatda qiladigan ishingizni qiladigan bo'lasiz. Bitta timer shuni yoqsiz bo'ldi, shuni ishi o'zidan o'zi ketadigan bo'lib qoladi. Mana shu darajaga xudo xolisa mashq qilib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, shuning uchun yana bir marta topshiriq qo'yasiz, любой topshiriqdan. Ingliz tili bilan shug'ullanamanmi, farqi yo'q. Eng qizig'i pomidorni psixologik va fiziologik nuqtai nazardan zo'r tomoni, misol uchun men deylik, 1 tonna yukka 4-qavatga olib chiqa olmaymanmi? Nima deb o'ylaysizlar? Katta ehtimol bilan yo'q deysizlar va haqiqatan men 1 tonnani birdaniga olib chiqa olmayman. Lekin men 1 tonnani 25 kiloga bo'lib chiqsam, men hammasini ko'tarib chiqa olaman. 100 tonnani ham ko'tarib chiqa olaman. Vaqt yetsa bo'ldi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. 3 soat birdaniga ingliz tilini qilish qiyin, juda ham qiyin, bu narsa ko'p kuch oladi. Lekin agar men o'sha ingliz tilini 25 daqiqaga bo'lib chiqsam, menga qiyin bo'lmaydi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Pomidor usuli aynan shu narsani sizlarga o'rgatadi. Ya'ni taxminan mana vizual ko'rinishi 25 minut ishlaysiz, 5 minut dam, 25 5 minut dam, 25 5 minut dam. 4-pomidorni 4-25 minut deydi. 30 daqiqadan 1,5 soatgacha bemalol dam olishingiz mumkin bo'ladi. Agar ishingiz katta bitta proyekt bo'lsa, 30 daqiqa dam olish tavsiya qilinadi. Ozgina yoting, bironsani yeng, bironsi iching va hokazo. Xullas kalom dam oling. Nima uchun pomidorni zo'r ishlaydi? Birinchi o'rinda yuqori diqqat ushlab turish yordam beradi. Haqiqatan ham pomidor usuli diqqatingizni o'ta kuchli ushlab turadi bir narsada. Ya'ni vaqt ketayotgan joyda umuman chalg'imasdan ishlaysiz. Misol uchun menda pomidor yonib turgan bo'lsa, kimdir kelsa ham hozir pomidor deyman, bo'ldi. Yana bitta zo'r tomoni buni uydagilaringiz keyinchalik o'rganib qolishadi. Ular o'rganishadi. Demak, mana timer oldida turibdimi, yonib turibdimi, bunday kelib qaraydigan bo'lishadi. Bu timer tugasin, keyin gapiraman deyishadi. Siz vaqtingizni hurmat qilishni o'rganishadi. Siz ham o'zingiz vaqtni sezishni o'rganasiz mana. Vaqt zichligini sezishni o'rganasiz. Bu juda ham muhim va juda ham kerakli narsa. Charchamasdan soatlab ishlash mumkin bo'ladi pomidor bilan. Misol uchun 3 soat birdaniga men dars qilsam, tamam, men katta ehtimol bilan charchayman. Lekin agar men 25 minut dars qilib turib 5 minut dam olsam, 25 minut dars qilib turib 5 minut dam olsam, men katta ehtimol bilan soatlab ishlab ham charchamas ehtimolim ko'p. Charchamaslik ehtimolim ko'p. Ha, bitta topshiriq ustida ishlash hisobiga foydali ish koeffitsiyenti oshadi. Bu yerda yana bitta masala, foydali ish koeffitsiyentini oshishining ikkinchi yana bitta sababi bor. Sizning miyangiz 25 minut ishlashga o'rganadi. Misol uchun men miyamni shunaqa o'rgatib qo'yganman. Men misol uchun mana nima qilsam ishini o'ylayman. 100%. Nima qilaman? Men slayd tayyorlayman, boshqa qilaman. Men doim pomidor bilan ishlayman. Umuman hech qanaqa boshqa variantim yo'q men. Shuna bitta bosaman bo'ldi. Timer ketdimi, meni miyam yonadi.
shuni olib kiramanda boshlayman. Tez vaqt ketyapti. Prям sezib turasiz, his qilib turasiz vaqt ketayotganini va shuni hisobiga sizni foydali ish koeffitsientingiz bir necha karraga oshib ketadi, bir necha karraga sizni foydali ish koeffitsientingiz ko'tarilib ketadi. Обязательно pomidor usulini ishlatinglar. Pomidor usulini supermiyani o'zida biz sizlar bilan asosan nutqligi, matnligi va xorijiy so'zligi ishlatamiz. Boshqa narsalarga ham ishlatsangiz bo'ladi. В принципе, misol uchun aytaylik. Tarixiy sanalar, boshqa narsalar va hokazo o'zini timer jarayoni bor. Pomidor usuli tak universalniy usul. Buni o'sha ingliz tilidagi xorijiy so'zlarni eslab qolishga, tog' usulini shug'ullantirishga, xotirangizni shug'ullantirishga, tasavvuringizni shug'ullantirishga zo'r qilib ishlatsangiz bo'ladi. Sog' bo'ling, omon bo'ling, miyani rivojlantiring. Paka.